Midnight'da metan propanda yuradigan 155-600 liklar bilan skidkaga qo'yganmiz. 2 million, 2,5 million skidka qilib beryapmiz bular. Davlat bahosidanmi? Ha. Bular 2 million, 2,5 million davlat bahosidan arzoniga do'stlar. Ko'rasizlar, mana qoralari bor, mokrisi ham bor shuni. Bo'lmaganda chorshanba, qatdan keladi payshanba. Davlat bahosiga nomiylarga chiqib ketadi. Ko'rasizlar bitta pasport bilan. Yengillangan MSMlar so'raganlarga mana 4 ta yangi balonli 1000 gina yurgan 1000 kilometr yurgan qora zorlari ham bor. Sergeli mashina bozoridan do'stlar, navbatdagi videorolikimizni boshlab oldik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugun 24-dekabr, haftaning chorshanba kuni. Cobaltlar qatoriga kelganmiz. Aynan Shavkat akaning oldiga yangi Cobalt narxlarini bilishga do'stlar. Layklar bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Manzilni tushuntirib ketaman do'stlar. Sergeli mashina bozori 3-darvoza, Glavniy darvozasi hisoblanadi. Hop, taksida bo'lsanglar, mana shu yerda svetofor bor, svetoforda tushib qolasizlar. Yujniy vokzal, o'zgarish tomondan kelishdi, 3-darvoza, adashmasdan to'g'ri kelasizlar. Qator sanab kelsanglar, 5-qator. Tak, Shavkat akani mashinalari turadi qator boshida. Shunaqa bannerlar turibdi. Adashib qolmaysizlar degan umiddaman. Kirib kelishlaringiz bilan har doimgidek yangi masla Cobaltlar mana shunday qarshi oladi sizlar. Bir tarafda probegli, bir tarafdan anaqa bez probeglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Aka ham savdoda ekan. 20, 22, 23, 24. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshimisizmi? Hormang. Assalomu alaykum. Jahongirus muxlislari, Sergeli mashina bozori, eng katta bozor, Viber, Zapchas mashina navrotlari eng katta bozordamiz. Bugun haftani chorshanba kuni aka. Bo'lmaganda chorshanba, qatdan keladi payshanba. Ertaga payshanba. O'sha gap. Yana bir bor hammaga salom. Xudo xolisa mana har doimgidek havo sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladimi, xizmatinglardamiz. Qormi, yomg'irmi farqi yo'q. Qormi, yomg'irmi, mana o'zimizning Jaydar staylli metan propanda sinovdan o'tgan. Davlat bahosiga nomiylarga chiqib ketadi. Ko'rasizlar bitta pasport bilan. Yengillangan MSMlar so'raganlarga mana 4 ta yangi balonli 1000 gina yurgan 1000 kilometr yurgan qora zorlari ham bor. Bu Midnight MCM. Shunaqami yo yangilangan. Yangilangan. O'sha multimedia rul, monitor, tablo almashgan. O'zimizning shumka ham qilib qo'yilgan ekan aka. Yevringlar. O'zimizning Midnight'da metan propanda yuradigan 155-600 liklar bilan skidkaga qo'yganmiz. 2 million, 2,5 million skidka qilib beryapmiz bular. Davlat bahosidanmi? Ha. Bular 2 million, 2,5 million davlat bahosidan arzoniga do'stlar. Ko'rasizlar, mana qoralari bor, mokrisi ham bor shuni. Hop, bu yog'i mana Jahongir aka. Yangi yilgacha endi aksiyami aka bu yog'i? Ko'rasizlar, qo'ldan kelgancha mana puli kamlarga 20-yil. 2020 avtomat 130 yurgan. Benzinda ekan. Narxini chiroyli qilib beramiz. Qancha? 9000 mashinani narxi. 9000 dollar. Hop. Hamid, mana avtomat boshlang'ich nech pul bilan chiqib ketadi mashina qilib? 9000 liklar. 1000 so'm bilan. 1000 undan kamiga ham chiqazib beradi. 700-800 lar bilan ham chiqazib yuboradi. 22 mana gazlari bilan so'raganlarga 4 ta yaxshi baloni, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Ko'rasizlar. Balon ham mana Jahongir. Bu nechi? Bu 23. 23 avtomat. Yaxshi sportivniy mana metan qo'yib qo'yilgan. Akkumulyator yangi, balon yangi. Balon yangi. Mejigar puluti bor. Radarlari ham bor-a buni. Qani radar? Radarlari bilan. Chexol, polik hamma yoq tayyor ekan. Ha, tayyor. Hop. Ha, bundan radar bunisi ekan. Hop, bu 24. 24-28 ming yurgan. Bu ham gaz. Hop, 4 ta yangi balon. Metan gaz, propan ekan bu. Mana bunda ham rullarga knopkalar qo'yilgan. Yaxshi gaz, 4-paketning kamera, radar. Narigida ham bor edi, Abbos aka. Chexol, polik hamma yoq tayyor ekan. 3 ta.
Xo'p, 25 avtomat. 25. MCM 3700 yurgan. Mana gaz, paz, taraqa turuq. Chexol, polik tayyor mashina. Ketgan. Kelishadi, haydab keturishadi. Narxi nech bo'lar ekan mana shular? Kelishtirib beramiz, arzon bular hammasi. Tayyor ekan do'stlar. Yana xuddi shunaqa. Bu propan. Aha. Yo metan ochiq propan deyman. Saylaganda bu. Propani ham bor. Propan. Ano metalli emas, propanlisi propanli. Bunaqalisi bunaqali. River bor. Do'stlar deydi, mana ano- Style bu MCM. Yarmi propan, yarmi gaz. metalli yo'msa unaqa ham qilib beramiz navodo. Mana yana. 25 12 ta yurganligi ham bor mana. Hop, 25 4 ta yurgan mokrisi yo'mi desa, mokrisi ham bor. Midnight. Hop. 4000 yurgan 25. Bu endi benzinda. Hop, bu yog'i mana oqli qora MCM. Hop, mana qora style mana nomerli, nomersiz, luboyi bor kam mana. Ha bular kojinli salonmi? Kuja ham bor. Mana keling, Jahongir mana bu yoqlarda ham bor. Hammasidan qilib qo'yganmiz. Taraqa turuq, xudo xolisa. Qushxona to'la. Qushxona to'la. Hop. Bu yog'i mana kevrasizlar. O'zimizning ana jaydari style seli styledan ham bor. Qorasi desanglar, qorasidan ham bor midnightlarni. Mana hammasidan qilib qo'yganmiz. Hammasi sizlar uchun kevrasizlar mana. Davlat bahosidan 2 million 2,5 million arzoniga Xudo do'stlar. xolisa qora desanglar qora, Qurol sherlarchi? oq. Qurol sherlar hozircha chiqmayapti. Ha. Mana o'zimizning jaydari stylelardan ham bor. Hop, mana mami ham bor. Hop, Damas davlat bahosi 96 million 300 ming. Shundan to'lasizlar, haydab keturasizlar. Davlat bahosiga Naqdga ham bor, muddatli to'lovga ham bor. Hop. Mana midnight deysizlarmi, oqlari hammasidan qilib qo'yganmiz. Mana shunaqasiga prosti hozir yo'lni ochib qo'ydik. 4 xil Cobalt bo'lsa, 4 talasidan ham tayyor. Hafta ichi bo'lganligi, mana yurganlari desanglar, yurganlar ham bor. Yozib ham qo'yish. O'qib qo'y. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Xudo xolisa nimaga? Hamma yaxshi niyat qilib, Allohdan so'rab harakat qilsa, yog'i bo'radi. Ha. Xudo xolisa hamma ranglaridan qilib qo'ydik. Muddatli to'lov 12 ta viloyatga. Har kuni ish faoliyatimiz. Yakshanba, shanba emas, har Bugun kuni. mana chorshanba kuni ham shu yerda. Mana mijozlar, savdolar bo'lib turibdi. Hammaga birin-ketin 12 ta viloyatga Hamid 12 ta viloyatga muddatli to'lov naqd mana sizlar uchun hamma yillardan qilib qo'ydik. 20 yo'mi, 21 yo'mi, 22 yo'mi deganlarga 23 deganlarga 23 ham bor. Hop, ish kunimizni mana muddatli to'lovga olaman deganlarga qachongacha ish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz muxlislarimiz. Har kuni ish kunimiz Xudo xolisa 29-30 dekabrgacha shu yerda banklarimiz ham ishlab turadi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. U yog'i 26ni Xudo xolisa 2-chi, 3-chi, 4-chilardan ish boshlaymiz. Ya'ni bemalol kelib 4-yanvardan. Lekin har kuni ishdamiz. O'zimiz har kuni shu yerda bo'lamiz. Modo tam ishlashmas ekan, bo'lish 30-yangi yil kuni ham ishda bo'ladi. Yo'q, har kuni. Yangi yil kuni. Modo bank ishlamasa, arenda qilib Endi ham avtokredit. yangi mashina bilan kiraman deganlar keladi-da baribir. O'tgan yil ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ulgurib qolay deydi. Keladi, yangi yil kuni ham savdo qiladiganlar bor. Hamma narsa ishlab turadi. Bemalol, bexijolat kelaverasizlar, to'g'ri. Arenda ham qilib beraveradi. Arenda halol narsa kelaverasizlar. Vaqt oladiganlarga 31-chista kuni ham natarsiz ishlaydi. Birinchida ham ishlaydi, ikkinchida ham, uchinchida ham ishlaydi. Kevuringlar. To'xtash yo'q mana. Hammasidan bor. Qaytib ketmas ekan xudo xolisa. Xudo xolisa mana. Oq deysizlarmi? Oq koja salon qiziq bo'lsa, mana koja. Kojinli saloni shu. Endi Qora tarpeda. endi to'g'ri maslahat bersam, Ovoz juda baland bo'lyapti. Kim buni kojani olgandan qishda muzda, yozda tellatadi. Koja masi ham bor. Chexol taqib qo'ygan yaxshi, oddiysidan oldi. O'zimizning jaydarilar ketyapti. Metan propan yuradiganlari. Dang'ir mana Xudo xolisa. Nima deyman, har kuni xizmatinglardamiz.
Videoni oxirida mijozlar fikrini bildirib qolamiz. Qisqa qilamiz. Kelavringlar, har kuni xizmatinglardamiz. Manzil Sergeli mashina bozor. To'g'ri kirib kelasizlar. Kirishda saygaklar bo'ladi. Bu yerda mashina bor, bu yerda mashina borsa ketidan shoshmanglar. Har doim qayta aytaman, yangi mashinalarni mana shuni kaltni beraman, nomiylarga o'tkazib beraman. Shuna pulni berib chiqib ketaverasiz. Hali ham shunaqa. Ha, unaqa sarsongarchilik. Oxirida pul sanaydi. Anu salonga keling, mana yoqqa yuring, ketidan yurmanglar. Yuring, anta mashina bor, topib beraman. Uyinglar ishonmanglar. Kelinglar, mana mashinalar joyida, ko'zinglar bilan ko'rasizlar, kaltni qabul qilasizlar, hujjatni ko'rib olasizlar, keyin pul berasizlar. Xudo xolasa, Zo'r. uchoqdan xursand bo'lib baraka topib ketdi. Sizlarni ham qo'ldan kelgancha xursand qilib yuboramiz. Hammani xonadoniga yaxshi mashina. Sotilayotgan mashina olib qolasizmi? Sotiladiganlarni olib kelsanglar ko'ramiz. Yili 20 eng pasti. 20 dan tepasini olib kelinglar. 21, 22, 23 naqd pulga olib qolamiz. Olib qolasiz. Qo'yib keting, sotib beraman, klient bo'lsa aytaman, yo'q. Ko'p joyga odamni olib borib, olib kelishyapti, siras pulni berib, xursand bo'lib chiqib ketishyapti. Ha. O'shanga mana hamma yillaridan, hamma ranglaridan bor, mana ranglarni mashina. Luboy, mana buvsinglar, buvlarni ham taxlab qo'yganmiz. Kelavringlar muddatli to'lov 12 ta viloyatga, naqdga salonlardan nomiylarga hammaning xonadoniga nasib qilsin, yaxshi mashinalar. Aytganingiz kelsin aka. Barcha bozorchi ukalarni bozorini berib, omadini bersin. Rahmat ukam. Ishingizga omad, baraka bersin aka. Ijozingiz ko'payib, Rahmat. anaqalar chaqirursin. Xudo xohlasa. Xillari. Yaxshi odamlar. Rahmat aka, savdongizga baraka. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Bugungi 24-dekabr holatiga ko'ra Cobalt narxlarini ko'rib chiqdik. Davlat bahosi berilyapti. Davlat bahosidan arzoniga ham beryapti kerak bo'lsa. Hafta ichi har kuni ish, bayramgacha kutib qolamiz hammalaringizni. Ekran pastida nomerlar turibdi. Biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham qiziq videolar chiqarib boraveramiz. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Har doim Xudo xolasa do'da mana Qashqadaryoning qatiga ketdi. Qashqadaryoning Kitob rayonida Nechiga chiqdingiz? 50 ta o'zida. Bu 5-mashina olishlari bizda. 5-salon Hammasidan baraka topdingizmi? Baraka topdim. Sizlar ham Xudo xolasa mana yangi chiqqanidan eng zo'r xo'rozidan oldilar. 220 yurish kerak-da. Yuradimi 220? Ko'taradi tezligini. Chempionku aka. Xudo xolasa Qarshiga 220 ketaman deyaptilar. Endi sal sekinroq yurib Bolchaqon oldiga borib, "Voy, do'damni taniganlar, kitob dedingizmi?" Kitobman. Mashinani yuvaman dedilar, hozir mana haq beraman dedilar. O'zi ham 20 kishi tandirga tushib turibdilar o'zi hozir. Do'da, bitta duo qiling o'g'lingizni endi sizga olib bergan. Nasib etsa, jangga olib berdik. Jang mana baraka topsinlar. Kushashkorimizni bersin, hammani Xudoyim taolo o'zi panohiga asrasin. Sog' salomatligini tagidan shamol o'tsin. Barcha Qashqadaryolik aka-ukalarga salom. Hammani xonadoniga mana shunaqa mashinalar nasib qilsin. Ana keyingi mijozimizni ham kel. Ketdi, bo'ldi hozir. Mana keyingisi mana voy hoji aka. Mana u ham xuddi shunaqa yangi chiqqani, akam Xudo xolasa olib turing endi. Bitta ish bor siz bilan. Qatga ketdi Xudo xolasa. Surxondaryoning Muzrabotiga. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion mana Muzrabotga akam bizani muxlis ekanlar. Musofirdan niyat qilib yuramidingiz? Niyat qilib, pastdan sizni ko'rib yurardim-da, Borxo'jadaga. Bo'ldi, Xudo xolasa. Aka, yaxshi kunga mening narxini arzon qilib berdim. Hammasi cho'tki, hammasi. Do'da mana haqiqatni ayting, oldindan pul oldimmi, nomingizga qilib berdim, keyin pul berdingiz. To'g'rimi? Shundayda. Ha? Xotirjam ishingiz bitta. Oldindan pul to'la, oyoqqa yugur, bu yoqqa kel. Otam mana shunga o'rgatganlar-da. Mana kalit dedim, mana hujjat dedim, keyin pulni berdingiz. Do'da, yaxshi kunga mening, aka. Umringiz ziyoda bo'lsin, bundan zo'rlarini oling. Xudo xolasa, o'zi aka, bundan ham zo'rini olinglar mana. Hammaga nasib qilsin, hamma ranglaridan bor. Kelinglar mana, muddatli to'lov, naqd hammasidan bor. Xudo xolasa mana bugun yomg'ir bo'lishiga qaramasdan haftani chorshanba kuni do'dan baraka topsinlar. Oldin ham 2-3 ta mashina olib ketibdilar, baraka topganman dedilar. Yana mana yangi eng zo'ri Kojinning MSM dodasidan davlat bahosiga mana Xudo xolasa nomlariga o'tkazib berdik. Pullarni xotirjam berdilar. Do'da nechiga chiqdingiz? 52. Oldingizdan ham baraka topdingizmi? Yaxshi baraka topdik. O'g'lingizni endi bitta duo qilib qo'ying, sizga olib berdi, baraka topsin. Ilohim shu o'g'lim olib berganlari Allohim biriga ming bersin. Sizlarning ham ishlaring rivojini bersin. Hamma mashinalarni sotib barakasini olsin.
Xudo umringiz ziyoda bo'lsa, bundan ham zo'rlarini olib bersin, buni ham o'g'illari olib bersin. Hammani xonadoniga mana shunaqa eng yaxshi mashinalar nasib qilsa, kelinglar xizmatinglardan so'ng hamma rangidan olib kelib qo'ydik. Kelinglar.